Bismillahirrahmanirrahim. Dursul Lugatil Arabiyya kitabının 3. qisminin 6. dersini qo'yamiz. Bu darslik grammatikalik nuqta ism zaman, ism makan haqida bo'ladi. Ya'ni bir fe'ildan ism zaman, ism makanni qanday yasaymiz? Undaq mashqning ikkinchisi qaranglar. Kalimatu maw'idin ma'khuzatun min wa'ada ya'idu. Maw'idun degan so'z, ya'ni va'dalashgan vaqt yoki va'dalashgan o'rin. Va'ada ya'idu degan so'zdan ilingan. Liddalalati ala zamanil va'di aw makanihi. Va'dining vaqti yoki o'rnini ko'rsatish uchun. Agar vaqtni ko'rsatish uchun bo'lgan bo'lsa, ism zaman deb ataladi. Agar o'rinni ko'rsatish uchun kelgan bo'lsa, ism makan deb ataladi. Ya'ni vaqtni maqsad qilmoqchi bo'lsa, ism zaman, o'rinni maqsad qilmoqchi bo'lsa, ism makan bo'ladi. اسم الزمان والمكان اسمان مسوغان للدلالة على زمان الفعل أو مكانه. اسم زمان yoki ism makan degan fe'ilning o'rni yoki vaqtini ko'rsatish uchun yasalgan ismdir. Va sulasi mujarrad, ya'ni 3 harflik fe'ildan maf'alun yoki maf'ilun o'lchimida yasaladi. Endi qandaq chaqda maf'alun o'lchimida yasaymiz yoki qandaq chaqda maf'ilun o'lchimida yasaymiz deganda ويأتيان على وزن مفعل إذا munda ikki shart bo'lgan vaqtida maf'alun o'lchimida yasaladi. Birinchi, agar fe'il naqis bo'lsa, maf'alun o'lchimida yasaladi. Bu yerdagi fe'il naqis bo'lsa degani oxiri, fe'ilning oxiri kesal harf bo'lsa demakchi. Masalan, jara, yajri degandan majran maf'alun o'lchimida yasaldi. Ya'ni yuguradigan o'rin yoki yuguradigan vaqt deganlik bo'ladi. Ikkinchi, aw kanal mudari'u maftuhal ayni aw madmumaha. Yoki fe'ilning muzorisi aynning barobaridagi harf zabar bo'lsa yoki pesh bo'lsa, u chaqda maf'alun o'lchimida yasaymiz. Masalan, la'iba yal'abu, kataba yaktubu o'xshash aynning barobaridagi fa'ala o'lchimi tushganda aynning barobaridagi harflar zabar yoki pish bo'lsa, maf'alun o'lchimida yasaymiz. Shun bo'ladin mal'abun, maktabun deb yasildi. Mal'abun o'ynaydigan vaqt yoki o'ynaydigan o'rin, maktabun yozadigan vaqt yoki yozadigan o'rin deganlik bo'ladi. Va ya'tiyani ala wazni maf'ilin idza tuvandikidek shartlar ostida maf'ilun o'lchimida yasaladi. Birinchi, kanal fi'lu sahihul akhiri maksurul ayni fil mudari'i. Agar fe'ilning oxiridagi harf sahih bo'lsa, oxir sahih bo'lsa degani oxiridagi harf sahih bo'lsa, kesal harf bo'lmasa va muzorisida, fe'ilning muzorisida aynning barobaridagi harf zir bo'lsa, bu chaqda maf'ilun o'lchimida yasaymiz. Masalan, jalasa yajlisu oxir sahih va aynning barobaridagi lam zirliq. Shun buningdan maf'ilun o'lchimida yasilib, majlisun o'ltiradigan joy yoki o'ltiradigan vaqt deganlik bo'ladi. Manzilun min nazala yanzilu. Nazala yanzilu qaraydigan bo'lsak, buning oxiri sahih va muzorisida aynning barobaridagi harf zal harfi zirliq. Shuning uchun buningdagi ism zaman, ism makan manzilun chiqadi. Ya'ni tushadigan o'rin yoki tushadigan vaqt deganlik bo'ldi ma'nosi. Ikkinchi xil ahvol aw kana misalan sahihal akhiri. Fe'il misal bo'lsa, ya'ni birinchi harfi kesal bo'lsa va oxiri sahih bo'lsa, bu chaqda maf'ilun o'lchimida yasaymiz. Mawqifun min waqafa yaqifu. Waqafa misal fe'il va oxiri sahih. Shuning uchun waqafa yaqifuning ism zaman, ism makan maf'ilun o'lchimida yasilib, mawqifun chiqadi. Yana wada'a yada'u. Qo'ydi, qo'yudi degan gap. Misal, ya'ni boshidagi harfi kesal va yana misal bo'lganim oxiri sahih bo'lgan misal. Shuning uchun maf'ilun o'lchimida yasiladi. Shu mawdi'un qo'yadigan o'rin yoki qo'yadigan vaqt deganlik bo'ldi. Vaqat talhaqu maf'ilan va maf'alan ha'u ta'nisi kama fi madrasa. Ba'zida maf'ilun va maf'alunga ha'u ta'nis qo'shilib qoladi. Ya'ni ayollikning kichik ta'si ta marbuta qo'shilib qoladi. Madrasatun deganga o'xshash. Mahkamatun, maktabatun, manzilatun deganga o'xshash kichik ta qo'shilib keladi. Madrasatun shuning bilan o'qiydigan joy, mahkamatun hukm qiladigan joy, ya'ni sud degan gap, maktabatun yozadigan o'rin,
manzilatun tushadigan o'rin degandek ism zamon, ism makon bo'lgan mushta ismlarga ba'zida kichikda qo'shilib qoladi. 3-mashiq so'g asma az-zamani val makani min al-af'al al-atiyati tuandiki fe'illardan ism zamon, ism makonlarni yezing. O'zinglarmish qoidaga tushirib esib baqsanglar bo'ldi. Fe'illarning tarjimasini qilib beray. Sa'a, yas'a degan mangdi degan gap. Laha, yalhu. Mashg'ul qildi, roma atdi, ava uyga kirdi yoki uvsiq kirdi yoki uy joy badi. Nafa inkor qildi, la'iba o'ynadi, ta'ima bir narsa yedi, tabaxa osh atdi, tomoq atdi, qa'ada o'ltirdi, haja'a yotdi, o'ltiroqlashdi. Kana yakunu bo'ldi. Buning ism zamon, ism makon, makanun deb chiqadi. Qama yaqumu turdi, maqamun turdigan joy, turdigan vaqt. Tofa yatufu aylandi, zara yazuru ziyorat qildi, marra o'tdi, halla tushdi, qarra yaqarru qaror qildi. Bundan maqarrun chiqadi ekan. Hatta yahuttu mahattun tushadigan joy, hatta tushdi degan gap. Walada yalidu mawlidun. Walada tug'di, varada keldi, waqafa turdi, wada'a qo'ydi, raja'a yarji'u qaytdi, sarafa qaytdi bumi. Arada to'g'irladi, jalasa yajlisu o'ltirdi. Mushlarning hammani bu yerdangi o'rgangan qoidaga sep turib, ism zamon, ism makon tuzab baqsanglar bo'ladi. Endi tekstni o'qib tarjima qilib ad-darsu sadisu 6-dars. Al-mushrifu degan yetakchi yoki mas'ul degandek. Yetakchi debdi. Salomdan keyin. Sizlar haj safariga qatnashgan, ishtirok qilgan kishilar sizlarmi? Shundaq. Ya'udduhum va yunadihim summa yaqulu ularni sanaydi va to'lab chaqirib mundaq deydi. Antumul ana 18. Hozir sizlar 18 odam bo'libsizlar. Ayna Hamidun va Abdul Hadi. Hamid va Abdul Hadi qayerda? Bara debdi. Hamidun fil mat'ami. Hamid oshxonada. Mushadki mat'am ism makon bo'ladi, tamoq yeydigan o'rin. Amma Abdul Hadi faqad zahaba ila al-masrifi. Abdul Hadi bo'lsa masrifga ketdi, ya'ni pul tekshiradigan sarrafxonaga ketdi. Masrifun bumu ism makon. Inshaalloh 10 minutdan keyin keladi. Amusta'iduna antum, sizlar tayyor bo'ldinglarmi? Inshaalloh. Mata safaru inshaalloh. Inshaalloh safar qachon? Allohning izni bilan soat 3 da. Nerede uchrashimiz? Biz universitetdagi mashina to'xtatadigan o'rinda uchrashimiz. Mushadga mavqifunmi? Vaqafa yaqifudan chiqqan ism zamon, ism makon. Lekin bu yerda o'rinni maqsad qilayotgan bo'lg'achqa ism makon deymiz. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idi safari bi nisfi sa'atin. Safar vaqtidan yarım soat ilgari ashu yerda bo'lishinglar kerak. Maw'idun bu ism zamon. Somkalaringlarni aklanglar va ularni somkalaringlarni yataqning kirish eshigi oldida to'xtagan mashinaga qo'yinglar. Mushadagi madxal, mahjah deganlar ism makon. Ikkinchi yataq binosida turadigan bizning saboqdoshlarimiz texich kelmadi. Ular biz bilan kon poyezd bekitida uchrashidi. Mushadagi mahattatun ism zamon, ism makon bo'ladi. Bu yerda o'rin maqsad qilganlik uchun ism makon deymiz. Ya'ni hatta yahuttu tushdi, turdi degan fe'ldan yasalgan ism makon bo'ladi. Kayniga ta marbutda aut ta'nis qo'shilib kelgan shakli. Ular qancha? Ular 10. Nahnu zahibuna fil yawmi as-sabi'. Biz 7-chi kuni boramiz. Akhsha an yakuna zihamu shadidan fil matafi wal mas'a. Mataf degan aylanadigan o'rin, mas'a mangadigan o'rin degan ism makonlarni ko'rsatadi. Endi tarjimasi mataf aylanma, mas'a yo'l desak bo'ladi. Aylanma va yo'lda qattiq qistonchilik bo'lib ketishidan ansirayman. La taxaf, qo'rqmag'in. Allohul muyassiru. Alloh oson qilg'uchidir. Men ishxonamga boraman. La tansaw anna maw'idana as-sa'atu as-saniyatu wan-nisfu fi mawqifi as-sayyarati inshaalloh. Inshaalloh bizning va'dalashgan vaqtimizning mashina to'xtatadigan joyda soat 8:30 da ekanligini unutib qolmanglar. Mush yerdagi mav'idun, mavqifun deganlar ism zamon, ism makonni ko'rsatadi. Mav'idun vaqtni maqsad qilmoqchi bo'lganligi uchun ism zamon deymiz. Mavqifun o'rinni maqsad qilmoqchi bo'lganligi uchun ism makon deymiz. 4-chi mashq qaranglar.
استخرج مما يأتي أسماء الزمان والمكان. تواندكلادن اسم زمان اسم مكانlarni chiqaring. Vazkur vazna kulli wahid minha. Ularning har birining vaznini qaysi o'lchamda yasalganligini deb biring. Val fi'l allazi ishtuqqa minhu. Va uningdan chiqqan fe'ilni aytib biring. Ya'ni mushu ism zaman ism makan qaysi fe'ildan yasalgan shuni aytib biring. Birinchi يقال هو مني بمرء ومسمع أي بحيث أراه وأسمع كلامه. منداق deyiladi. هو مني بمرء ومسمع deyiladi. Bunun tərcüməsi u məndən, mən onu görələydigan, sözünü anlayalıydigan orunda degan gap. Ərəbcəmi şərhiləbdi, yəni əy, yəni mən onu görmən və onun sözünü anlayman müşündaq orunda. Mər'ən degan isim zaman isim makan. Masma'un isim zaman isim makan. Lekin bu yerda o'rinni maqsad qilgan bo'lg'achqa isim makan deymiz. Buning vazni maf'alun, ikkilisining maf'alun. Qaysi fe'llardan yasalgan deganda ra'a degan fe'l bilan sami'a degan fe'ldan yasalgan. Ikkinchi, qala ta'ala ala inna maw'idahumus subhu alaysa as-subhu biqarib. Agah bo'linglarki, ularga azob va'da qilingan vaqt sahar vaqti. Səhər yaqin emasmi? Mav'idun degan müşədə ism zaman. Va'ada degan fe'ldan yasalgan. Üçüncü, Allah Taala shundaq deydi: "Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatan an yamini wa shimal." Haqiqatan Saba qavmi uchun ularning o'ltiraq joylarida oyat alomat bor. Bu alomat nima deganda o'ng va so'l tarafdan ikki bog' Müşədiki məskanun degan isim makan bo'ladi. Sakana degan fe'ldan chiqqan maf'alun o'lchimida. Maskanun maf'alun o'lchimida. 4-chi, qad alima kullu unasin mashrabahum. Har bir kishi o'zining suv ichadigan joyini bildi. Müşədiki mashrabun isim makan bo'ladi. Maf'alun o'lchimida shariba degan fe'ldan chiqqan. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Jahannamda kafirlar uchun o'rin yo'qmi? Müşədiki məsvan o'ltiradigan joy degan gap, turadigan joy. Mushu sava degan fe'ldan chiqqan. Vazni maf'alun o'lchimida. 6-chi, va qala ma lakum min malja'in yawma izin. Ashu kunda sizlarga panohlanadigan joy, qochadigan joy yo'q. Ma deganlaysa ma'nosida malja'un degan mushada ism makan, laja'a degan fe'ldan panohliq tilidi degan fe'ldan chiqqan. Maf'alun o'lchimida. 7-chi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Man qama min majlisihi summa raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi." Kimki o'ltirayotgan o'rnidan turib, bir yer ketib, anda yana qaytib kelsa, ashu yerga, ashu o'ltirilgan o'ringa, ashu kishi eng haqliq, ya'ni boshqalar o'ltirwas bo'lmaydi bu arliqda demoqchi. Bu hadisni Imam Muslim rivoyat qilgan. Bu hadisdagi majlisun degan so'z ism makan bo'lib, jalasa yajlisu degan fe'ldan chiqqan. Vazni bo'lsa maf'ilun vaznida. 5-chi, istakhrij ma fi darsi min asma'iz zamani wal makani. Darsdan, ya'ni tekstdan ism zaman ism makanlarni chiqaring va har birining vaznini deb biring va ism zaman ism makan uningdan chiqqan, yasalgan fe'illarni deb biring. Biz tekstda ism zaman ism makanni tilg'ib o'tdik. O'zinglar chiqarib, turini bayon qilib, vaznini bayon qilib deb baqsanglar bo'ladi. Shuning bilan 6-chi dars tugadi. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.